Assalomu alaykum Hamrogul opa. Biz bilamizki, mana shu Sayxunobod tumanidagi 34-maktabda siz 39 yil dars berib, yosh avlodga ta'lim tarbiya berib kelib, hozir nafaqaga chiqqan bir ajoyib ayoldirsiz. Biz sizni mana 3-B sinf o'quvchilari nomidan, ota-onalari nomidan, qolaversa 34-maktab ma'muriyati tomonidan sizni 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan chin yurakdan tabriklashga keldik. Sizga uzoq umr tilaymiz. Bolalaringiz, nevaralaringiz baxtiga omon bo'ling. Biz bilamizki, sizni xo'jayiningiz Dodo aka ham, Boboyorov Dodo aka ham bizni 34-maktabda sizdan ko'p ishlagan bo'lsalarda, bizni hamisha qalbimizda va yodimizdadir. Ushbu gullarni mana Feruza opa Nurovani taniysiz, birga ishlagansiz. O'z bog'ida shunday chiroyli gullarni o'sib, mana shu gullarni o'stirib, nevarasidan berib yoribdi. Nevarasi tomonidan ham sizni tabriklaymiz. Mana sizga yana uzoq umr tilaymiz. Biz tilaymiz dunyoda mavjud barcha tilak sizga yor bo'lsin. Kelajakda bu nurli ko'zlaringiz yana minglab bahorni ko'rsin. Tabriklayman. Dimoy alohida rasmiy. Giri va davlat chetishini naberi